qilishlik. Har bir ibodatlar vaqt bilan belgilangan ekan. Ammo Allohni zikr qilishlik, kuni kecha o'qib o'tgan oyatimizdagi wala zikrullohi akbar. Allohni eslash hamma narsadan buyukdir. Allohni eslash uchun hamma vaqt yotganda yu turganda, harakat va sakanotimizda Allohni zikrida mashg'ul bo'lishligimizga Xudo bizni buyurar ekan. أن العبد لا يخلو من 4 أحوال إما أن يكون في الطاعة أو في المعصية أو في النعمة أو في الشدة. فإن كان في الطاعة فينبغي أن يذكر الله تعالى بالتوفيق ويسأله منه القبول، وإن كان في المعصية فينبغي أن يدعو الله بالامتناع ويسأله التوبة، وإن كان في النعمة يذكره بالشكر، وإن كان في الشدة يذكره بالصبر. Biling, banda borki 4 ta narsadan xoli emas. Inson bormi dunyoda? 4 ta narsani biri unda bo'ladi. Biri ibodatda bo'ladi, biri gunohda bo'ladi, biri Alloh bergan ne'matda bo'ladi. Biri esa qiyinchiligida, mashaqqatda bo'ladi. Shu 4 narsa insonda bor. Nafas olyaptimi? Bor. Agar banda toatda, ibodatda bo'lsa, banda uchun lozim Allohni eslash. Alloh meni shu yo'lga hidoyat qilganliging uchun, menga tavfiq berganliging uchun senga hamd va sanolar bo'lsin-da va meni bu qilayotgan toat va ibodatlarimni Alloh dargohingda qabul qilgin deyish banda uchun lozim. Muhtaram jamoat, itoat, ibodat bu Alloh tomonidan berilgan banda uchun alohida ne'mat ekan. Al-hidayatu rizqun minalloh. Hidoyatim Alloh tomonidan berilgan rizq. Masjidni oldida turib ibodat qila olmadim. Mana ko'p janoza o'qiymiz. Kuni kecha janoza o'qiyapman. Ro'paramda 5 ta odam o'tiribdi. Musulmon odam keyin shu darajadagi tahorat yo'q. O'rnida tayammum qilib janozaga qo'shilib olsin. Shariat shunga buyuradi. Tahorati yo'q, borib tahorat qilib kelguncha 2 daqiqada janoza o'qilib bo'ladi. Nima qiladi? O'rnida tayammum qiladi-da, yuziga qo'liga tortib turib iqtido qilsin namozga. Muhtaram jamoat, e'tibor beraylik-da. Shu darajadagi bitta odam o'ldi. Shu odamga men Allohumma g'firli va li validayyana aytib qo'ysam, Allohumma g'firli hayyina va mayyitina deb bizni tirigimizga-yu mana bu o'ligimizni Xudo rahmatingga olgin deyishga nima bizni to'xtatadi?